kim nikohni og'ir qilsa, bas u zinoni yengil qildi. Shuning uchun shunaqa bir jinnekatda urf-odatlarda, isroflarda o'ylab topib, to'yda nikohda og'ir qilayotganlar qiyomat kunida javob berishadi. Va ana shu xotinlarda talabaga berayotgan erkaklar ham javob berishadi. Uylanolmay yurib yuribdi bolalar, yosh falon yoshga borib. Qizlar turmushga chiqa olmayapti, iqim chiqindi ko'pligidan. Wa ankihul ayama minkum was-solihin min ibadikum va imaikum in yakunu fuqara yughnihumullohu min fadlihi vallohu wasi'un alim. O'z oralaringizdagi tul, bevalarni hamda qul va cho'rilaringizni yaxshilarini uylantiringlar. Agar ular kambag'al bo'lsalar, Alloh ularni o'z fazli karami bilan boy behojat qilur. Alloh fazli karami keng bilguvchi bo'lgan zotdir. Alloh taolo uylab qo'yinglar deyapti. Va ankihul ayama minkum, oralaringizdagi tul bechoralarni, bevalarni hamda qul cho'rilaringizni yaxshilarni uylantiring buyuryapti Alloh taolo. Shuning uchun birodarlar, nikohni qoyim bo'lishiga jinni hissamiz qo'shilsa borib qo'shilaylik. Shu bo'lib ketsa shu to'y. Jinni katta narsalarni yo'q qilishga agar jinni xizmat bo'lsa qilib qo'yaylik. Mashinamiz bilanmi yoki bir maslahatimiz bilanmi? Chunki Alloh taoloning buyrug'i bu. Bu fasodga to'lib turgan, fitnaga to'lib turgan zamonda birodarlar, atrofdagi hamma narsa insonlarni shahvatga chaqirib turibdi. Mana shunday bir vaqtlarda mo'min yigit, mo'mina qizlarni nikohlab qo'yishlar shubhasiz ulug' amallardan hisoblanadi birodarlar. Shuning uchun to'ylarni yengil qilishlik kerak.